Bugungi videoda biz eng zo'r dars qilish odatlari va texnikalarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun bizda bitta science based study bor, ya'ni bir tadqiqot o'tkazilgan va bu tadqiqotda 700 ga yaqin o'quvchini analiz qilingan va shuni topilganki, high level, ya'ni top performer studentlar 10 ta odati bor va shu odatlar ularni har doim yaxshi natijalarga erishishiga yordam beradi. Bu videoda biz o'sha odatlar qaysi odatlar va nima uchun shu odatlar bu o'quvchilarni highly effective qiladi, shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi odat effective time management. Ya'ni bu o'quvchilarning deyarli hammasi dars qilish uchun bitta ma'lum bir vaqt belgilagan. Kunni yoki haftani biror qismlarida. Misol uchun, kunda 19:00 dan 21:00 gacha men har doim dars qilaman deb vaqt belgilashgan. Kayfiyatiga qarab yoki o'zini yaxshi his qilsa, yoki esiga tushib qolsa dars qilmaydida, kunda belgilab qo'yilgan vaqtda har doim dars qiladi. Ikkinchi odat eliminating interruptions. Ya'ni, birinchi odatimizda biz qaysi vaqtlarda dars qilishimizni belgiladik, a. Endi ikkinchi odatda o'sha vaqt ichida sizni chalg'itishi mumkin bo'lgan narsalardan qutulish. Misol uchun, sizni telefoningiz dars qilish blokida sizni chalg'itadigan bo'lsa, boshqa xonaga olib chiqib qo'yishingiz mumkin. Yoki, internet sizni chalg'itadigan bo'lsa, agar dars qilish uchun sizga internet kerak bo'lmasa, internetni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Yoki dars qilish paytida sizni oila a'zolaringiz chaqirib qolishi yoki chalg'itib qo'yishi mumkin. O'sha paytlarda shu distractionlardan qutulish yoki ularni oldini olish. Misol uchun, oila a'zolaringizga aytib qo'yishingiz mumkin: "Mana shu paytda dars qilaman, iltimos meni bezovta qilmanglar." Uchinchi odat goal setting, ya'ni maqsad qo'yish. Maqsad qo'yishni birinchi foydasi, siz har doim nima qilishni bilasiz. Ya'ni bitta narsaga erishmoqchisiz, uni yozdingiz, uni kichikroq tasklarga bo'lasiz muhimlik darajasi bilan va har doim study session boshlaganingizda qaysi narsaga e'tibor qilishingiz kerak va nimani ustida ishlashingiz kerakligini bilasiz. To'rtinchi odat optimal study duration, ya'ni har bitta odamni o'ziga ish beradigan dars qilish vaqti bo'ladi. Misol uchun, ko'pchiligiga Pomodoro texnikasi ish beradi. 25 minut dars qilish, 5 minut dam olish va yana 25 minut dars qilish. Lekin ba'zilar uchun har 25 minutda break olaverish qanaqadir distraction sifatida ishlab qolishi mumkin. Ya'ni chalg'itadi, fokusni buzadi. Undan ko'ra ko'proq vaqt dars qilib, keyin dam olgan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizga mos bo'lgan study durationni topishingiz kerak va bitta o'tirganda 6 soat dars qilish bo'lmagan narsa, foydasiz ham. Undan ko'ra o'sha kun bo'yi kunni qismlariga qisqaroq sessionlarga bo'lib dars qilish ancha foydaliroq. Beshinchi effective odat solitary study. Ya'ni tadqiqot shuni topibdiki, highly effective studentlar deyarli har doim yolg'iz dars qilar ekan. Fokusni kuchaytirish va qiyin bo'lgan ma'lumotlarni yaxshi eslab qolish maqsadida. Endi ba'zilar aytishi mumkin, guruh bo'lib dars qilish foydaliroq bo'lishi mumkin. Lekin tadqiqotning natijasiga ko'ra, ko'pincha yolg'iz dars qiladigan o'quvchilar yaxshiroq natijaga erishar ekan. Oltinchi effective odat resource diversity and tech investment. Ya'ni bu o'quvchilar boshqa resurslardan ham foydalanadi. Misol uchun, YouTube bo'lishi mumkin yoki AI yoki shunchaki Google'dan foydalanish ham o'qituvchilar ularga bergan handout yoki materiallar bilan cheklanib qolmaydi. Buni ingliz tiliga bog'laydigan bo'lsa, YouTube'da judayam ko'p resurs bor o'rganish uchun. Misol uchun, hozirda AI dan ham to'g'ri, yaxshi foydalansa bo'ladi til o'rganish uchun. Lekin ba'zi o'quvchilar o'sha ustozlar ularga bergan worksheetdan boshqa narsaga o'tishmaydi. Yettinchi effective odat peer teaching, ya'ni o'rgangan narsalarini tengdoshlariga o'rgatish. Buni asosiy foydalaridan biri, siz qachonki bitta narsani boshqa kishiga o'rgatayotganingizda, o'zingizdagi gaplarni bilib olasiz. Ya'ni qayerni yaxshi bilmaysiz, qayerni ustida yana ko'proq ishlashingiz kerak. 8-effective odat consistent slide and note review. Ya'ni bu o'quvchilar har doim dars materiallarini review qilib boradi, odatga aylantirib olgan, esidan chiqmasligi uchun.
Hattoki qanaqadir muhim imtihon kelayotgan bo'lmasa-da. 9-effektiv odat bu o'quvchilarni har doim o'sha imtihonlarda top performer bo'lishiga sababchi bo'lgan odat. Strategic exam prep, ya'ni imtihonga tayyorlanayotganda o'sha oldin imtihonda tushgan materiallar va darsdagi, lecture slide yoki notlaridan foydalanib tayyorlanishi. Misol uchun buni IELTSga bog'laydigan bo'lsak, authentic bo'lgan, ya'ni haqiqiy bo'lgan IELTS passage'lar, oldin IELTSda tushgan savollardan foydalanib imtihonga tayyorlanish yaxshi natijaga olib boradi. 10 va oxirgi habit aspirational motivation. Ya'ni bu o'quvchilarning hammasini o'zini ichki intrinsic motivatsiyasi va long term goallari bor. Akademik tomondan excellent bo'lsa yoki mana shu imtihonlarda yaxshi natijalarga erishsa, keyinchalik hayotida bu narsalar qanaqa ta'sirlar ko'rsatishini yoki oila a'zolarini bunga reaksiyalarini o'ylab, shulardan motivatsiya olib, har doim consistent, ya'ni muntazam dars qilishga, intizomli, ya'ni disciplined bo'lishiga bu odatlar shu o'quvchilarga yordam beradi.